Men 2026-yilda nimalar qilishga ulgurdim. Bilasizlar, yil yarim ham o'tib ketdi va nimalar qilganimni aytib bermoqchiman. Birinchisi, men top universitetlarga o'qishga qabul qilindim. Bular ichida dunyoda 23-o'rinda turadigan, 89-o'rinda turadigan va 73-o'rinda turadigan Yevropa universitetlari bor. Bundan tashqari juda ham ko'p boshqa top 100 talik turadigan universitetlarga qabul qilindim va meni soham global iqtisodiyot. Ikkinchisi, men bakalavrni tugatdim. Bakalavr soha biznes va management. Uchinchisi, men IELTSdan 8 ballni qo'lga kiritdim. To'rtinchisi, juda ham zo'r odamlar bilan networking qildim va bu odamlarning ichida millionerlar, senatorlar, undan tashqari davlat odamlari bor edi. Beshinchisi, 2 marotaba yil kashfiyoti deb e'tirof etildim. Bunga asosiy sabab meni juda ham tez auditoriyaga yiqqanim bo'ldi. Oltinchisi, men 100 mingta podpischikaga ega bo'ldim mana shu 2026-yil ichida va bu mendan ta'lim nishasida 6 oy vaqt talab etdi. Yettinchisi, juda ham ko'p konferensiyalarda va juda ham zo'r eventlarda qatnashdim. Bundan tashqari men marketing sohasiga kirib keldim. Sizchi 6 oy ichida nimalarga ulgurdingiz?